Qozog'istondagi Uyg'ur o'smirlari tanharakatning har xil turlari bo'yicha xalqaro musobaqalarga qatnashib, cho'ng utuqlarni qo'lga keltirmoqda. Yaqinda Gruziyaning Batomi shahrida 8-navbatlik shaxmat festivali o'tkazildi. Buningga 13 mamlakatdan eng kuchli shaxmatchilar tanlab olingan bo'lib, ular bir necha guruhlarda kuch sinashdi. Musobaqaga Qozog'istondan 13 yoshli Uyg'ur qizi Rosalina qatnashib, oltin medalga erishdi. Rosalina Abdullayeva Almuta viloyati Emgekchi Qozoq nahiyasining Boysayt yezisida 2009 yili 30 avgustda dunyoga kelgan. 5 yoshidan keyin uning ota-onasi Almuta shahriga kelib o'rinlashgan. Xitoy doiralari Amerika Kengash palata a'zosi Jim McGovernga davlatning ichki ishlariga aralashdi degan sabab bilan jazo yurgizishni qaror qilganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, McGovern Uyg'urlarning majburiy emgakka silinganligi sababli Sharqi Turkistondan mahsulot import qilishni cheklaydigan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasini qo'llaganlarning biri. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi McGovernning Xitoyning mustaqilligi, bexatarligi va manfaatiga ziyon yetkazadigan so'z va harakatlarni qilganligi sababli Xitoydagi mol-mulklarning to'nglatilganligini va uning davlat ichida savdo qilishining cheklanganligini e'lon qildi. Buningdan boshqa McGovern va uning oilasidagilarning Xitoyga kirishi cheklanadi ekan. Hamas rahbari Isroil Xoniya Eronning poytaxti Tehronda qasdlab o'ldirilgandan keyin Turkiyada hukumat va xalq bu voqeani qattiq aybladi. Eron diniy dohiysi Oyatulloh Ali Xamenei Isroilning o'ziga qartilgan qattiq jazo uchun yerda yarlaganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xamenei chorshanba kunidagi bayonotida Tehronda yuz bergan voqeadan o'chilish Eronning majburiyati ekanligini aytdi. Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken Hamas siyosiy byurosining raisi Ismoil Xoniyaning qasdlab o'ldirilganligini, Amerikaning bilmaydiganligini va Amerikaning buningga aralashmaganligini aytdi. Xoniya shahid bo'lgandan keyin Turkiyaning har qaysi joylarida g'oyibona janoza namozi o'qildi. Hukumatsiz tashkilotlarning a'zolari namozdan keyin yig'ilib, Isroilning suiqasdini aybladi. E'laninishicha, Xitoy Hindistonning qarshi turishiga qaramay Himalaya tog'idagi Pangong ko'liga ko'rik yasashni tamomlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu ikki davlat o'rtasida chegara mojarosi bor bo'lgan rayon ekan. Xabar qilinishicha, 7-oyning 22 kuni xotirlangan sunamro suratlarda ko'rsatilishicha, Xitoyning Himalaya tog'idagi Pangong ko'li ustiga solgan ko'rik tamomlangan bo'lib, ko'rikda qatnash eqimi boshlangan. Tayvan prezidenti Lei Changde davlatlarni Xitoyning tahdidiga qarshi ittifoqlashishga chaqirdi. Lei Changde 30 iyul Tayvanda o'tkazilgan Xitoyga qarshi parlamentlararo ittifoqi yig'iniga qatnashdi. Bu yig'inga 20 necha davlatdan kelgan parlament a'zolari qatnashgan bo'lib, Lei Changde so'zida Xitoydan har qanday davlatga qaratilgan tahdid dunyo uchun tahdiddir dedi va parlament a'zolariga Xitoy doiralariga qarshi ittifoqlashish kerakligini ta'kidladi. Amerika hukumati Gruziyada talash-tartish paydo qilgan chet el ta'siri qonuni sababidan Gruziyaga $95 million yordamni to'xtatganligini e'lon qildi. Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken o'zining X hisobotidagi bayonotida Gruziyaga qilgan yordamni to'xtatganligini bayon qildi.